Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlarga Tap Money degan приложениеден qancha vaqtcha ishlab jana chiqarsalarni ko'rsataman. Birinchi ushul приложениеga kirasiz. Mana men balansimni ko'rsangizlar 10 rubl 80 kopeyk. Bu yerda новый deganga kirasiz. Bu yerda задание bo'ladi. Mana, misol игровой автомат. Bu yerda skachat etasiz. Skachat etganga 1 rubl to'laydi. Anaga отзыв qo'yasiz, ana ikkinchi kun ochib qo'yasiz, uchinchi kun ochamiz. Jana 7-chi kun ochsak, to'liq 4 rubl 40 kopeyk to'lab beradi. Hozir o'shani найти play market degan bo'lsak, o'zi avtomatik play market kiradi. O'shani hozir izlaymiz endi. Да, достар, ушло приложение. Установить класс birinchi. Endi do'stlar, qayradan приложениеga qaytib kirasiz. Mana уже 12 rubl 20 kopeyk bo'ldi balans. Активный deganga kirsak, mana o'shani skачать etdik. Bo'ldi, endi bo'ldi. Qayradan kelib kelsak bo'ladi. Balansimiz 12 rubl 20 kopeyk bo'ldi. Endi dag'i no'ga kirasiz. Найти приложение класс. На 4-chi turadi ekan, o'shani ustanib etasiz. Uстановка bo'ldi. Hozir qayradan приложениеga qaytib kirasiz. 13 rubl bo'ldi, o'zingiz ko'rganday. Kirasiz. Endi новыйdan kirasiz. Asrincha zadание yo'q. Bu yerda test paydo bo'ldi. Endi bu yerda do'stlar ushul 61 60 13 degan kodni ko'rib tursanglar, o'shuni ushul приложениеni skачать etib turib, ushul kodni yozsanglar, sizlarga avtomatik bonus 5 rubl tushadi. O'zingiz ko'rganday bunda yozib qo'ygan. Üstünde 61 60 13 degan kodni ushul приложениеni skачать etganda yozib qo'ygan do'stlar, sizlarga 5 rubl avtomatik tushadi. Endi hozirdan mana o'zingiz ko'rganday test zadание paydo bo'ladi. Dag'ini shunday выполнить etib qo'ying, anan keyin ақшаны chiqaramiz. Vulkan VIP degan toz. Так. Na do'stlar, Vulkan VIP uстановка qilamiz. Bo'ldi, dag'in qayrib приложениеga kirasiz qaytib. 15 rubl bo'ldi. Endi dengi degan kirasiz. Kiwi kошелёкка chiqarganimni hozir ko'rsataman sizlarga. Выплатить degan bo'lsangiz, bu yerda 7 degan bo'lsangiz, nomer qayta yozib выплата произведена. Endi Kiwi kошелёкni tekshiramiz.
Мага уже сообщение келди. 15 рубль түштү деген. Мына достор, историяга кирем. Бул жерде плюс 15 рубль көргөндөй. Энди ушуну өзүңөр деле ушинтип акча ичсеңер болот. Плay Market'ten sketch. Достор, каналга жазылып койгула. Мен тез эле видео киргизип турам эми интернет акча боюнча, интернеттен кантип иштей турган. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.